Assalomu alaykum barchaga. Oldi degani pryamoy degani joylashani yetishtirib ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bo'yini oldik. Kerakli bo'yda belgilab, yelkani tekinligiga 48 cm yetib 19 belgilab oldim. Yelka qiyaligiga 3 cm, 7 cm o'yindiga yelka bilan tutashtirib olamiz va qo'ltiqtagiga tushamiz. 19-20 cm tutsak bo'laveradi. Ikkalasini tutashtirib o'yinda hosil qilib olamiz. Bizga ko'krak aylanasi kerak bo'ladi. Ko'krak aylanasini belgilab 26 cm to'rga bo'lib chok haqqa qo'shib belgilab chiqarib olamiz. Oddiy trapetsiyasi fason bo'lganligi uchun bu juda oddiy va oson. Tikilali yozma usullariga kengina o'sha ko'krakdan etakgacha bo'lgan holati keng bichiladi. O'yindisiga tushib olamiz. Oldi ochiqligini chiroyli qilib shaklda, dumaloq shaklda chizib, mana tayyor. Etagimizni ham ko'rib olamiz. 33, 30 har xil 40 qachur etak qolsa bo'laveradi. Klientimizni keng kiyish holatiga qarab turib. Juda ham oson. O'zlaring bichib tikishlaring mumkin. Kanalimizni kuzatib boringlar. Kommentariyalarda yozib qoldiringlar fikrlaringizni.